Eronning ichida juda ko'p ozarbayjonlar bor, forslar bor. Ya'ni Eron aholisi hammasi fors emas, forsiylar emas. Ammo ular haqiqatda millat bo'lib, davlat bo'lib, xalq bo'lib birlasha olgan. Ya'ni millatidan qat'iy nazar yo'q, bu vatanni birdek seva olgan va jonini bera oladigan. Va bu nuqtai nazardan qaraganingizda qiyoslaysiz, istasangiz istamasangiz o'zingizni mamlakatingiz bilan. Men Qashqadaryolik, sen Surxondaryolik, anovi Andijonlik, bunisi Farg'onalik, viloyatda ichiga borsang, men G'uzorlik, bu Dehqonobodlik, o'sha qishloqda ichiga kiradigan bo'lsak, u pastki qishloqdan, bu tepadagi qishloqdan pastki qishloqqa tushsang, bu falon brigadadan, bu pistovon brigadadan, bu falon ko'chadan, bu falon ko'chadan bo'linishni ko'rib, aslida bu mavjud bir muammo. Mavjud muammo. Bu bizni tabiatimizning qusuri emas, bizga singdirilgan tarbiya. Bizni dushmanlarimiz hamisha bizni bo'lishga harakat qilgan, bo'la olgan va bo'lib boshqargan. Bir-birimizga dushman qilib boshqargan.